Ha, bugun El Clasico ekanda. Ha-da. Sizlarga yaxshi zashlar topishim kerak-da. Nimaga? Ha, biz yutib qo'yganimizdan keyin zashningimiz sizlar deb bahana qilasizlar. Ha, Farafirib kamanda, o'ylanib qolibsiz, tinchlikmi? Shu Realda eng yaqin hakam qaysiligini o'ylayapman, shuni chaqiramiz o'yinga. Nimaga? Sizlarga penalti qo'yib beradi. Penalti qo'yib bermasa yuta olmayapsizlar-da. Ha, yuvyapsizmi? Ha, yuvib oling, kech paytga o'yinga foyda bo'ladi. Barsachi, mana bahana kitob. Nima qilaman buni? Oldingi bahanalar eski bo'ldi. Bu yangi bahanalar o'yindan keyin kerak bo'ladi. Nima yeyapsiz? Antbaraga seninchilarni yeyapman. Mononisi kefsili bo'ladi. Mononisi dietskiy, mononisi burger bo'ladi. Qo'limda turgan indoka bilan kalbasali. Tam o'ta-o'tadildi. Endi barakali komandaga barakali narsalar ishadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Vodiyda 24 soat 7 ishlaydi. Samarqandda ham filiali bor, Surxondaryoda ham filiali bor. Xullas kalom mo'tadil sevinch mashi bo'ladi. Olib sekin yeb olinadi. Men ham yo'qdim. Siz yemay qoling, men qo'yib qo'ying, kech payt o'z o'yindan keyin yeysizlar. Ha, kommentariyada demasdan betimni gapirani eshitaman. Bugun sizlarni yutsak hamchi, jam maza qilib olmaymiz biz. Nimaga? Sizlar bitta gap tushib olgansizlar. Sizlarda 15 ta kubok bor. Ha, biz havoda olib gapiramiz-da. Biz uni ruchkada, uyma yurib yasab olganmiz-da. Anaqa nechta sizlarda kubik? 5 ta. Ha, sizlar ko'p qilsanglar ham 15 ta olmay to'g'rimi? Ha, 15 ta kubigimizni gapiramiz-da. Senga bitta maslahat, Real bilan o'ynashma.